O'smirlik vaqtlaridagi Xitoy bilan bo'lgan tunji qitimliq jang degan bir mavzu bor. Shuni bir eslab bergan bo'lsa, sizning og'izlardan bir anglagan bo'lsak. Shu savolni so'rayman degan sizlar, shunda bir savol so'rayman degan sizlar 2 kun burun. Shu vaqtning o'zida men boshqa gap qilolmadim. Bu savolni bu savolga undaq ya kitobni o'qish lozim, bu shu savolning javobini bilish uchun, bo'lmasa bir amaliy harakat ko'z tutish lozim. Men shu chaqda ishlatgan narsani yasab ep keldim men. Tunugun bir kun vaqt chiqarib yasadim. O'shada sinasak bo'lamda. Mayli agar bu cho'ng bir narsa bo'lmasa ham bu. Yo'q. Unda. Maşallah, sizlar resmi tayyorlab qo'ygan. Mana qarasizlar, sizlar shu savolni so'rayman degandan keyin men shunday bo'ldi. Menda shunda qattiq o'ylandim. Butun bir kun o'ylandim, tunugun bir kun yasadim. Cho'ng narsa emas. Bo'ldi. Buni mana ep kelishimdagi sabab bu sal ikkilinib 2-3 kun o'rtasida dilg'il bo'lib qoldim shu gapga kelganda. Ma bizningki bek ko'p odamlarimiz bo'libmi, yoshlarimiz shu 30-40 yil ichida bek cho'ng o'zgarish bo'libdi. Mana shu qismoqni yasab ep keldim masalan. Oy maşallah. Mana shu qismoq. Sizlar aşağı turib ko'rsatibsizlar bo'ldi. Aşağı turib ko'rsatsizlar? Mana shu men aslida o'ltasizlar nega chiqib ketmay. Bu aslında tümidi yasaydı, bundan çok küçük kimi yasalıydı. Şundak addı, bu rezinginin orunda bu bir cansız rezingi. Ben size kıp köseslemem. Biz vatandan şarayıtı da, harbinenki çakının kelip işilip ketken çakınınki rezingisini işilttik. Yani şu vakitin o'zida ishlatgan narsa ishak arılarınki. Ishak arılarının aşırımındaki partisini elip, meyaga şu rezingini onda bağlaydık. O kelen qattiq tukishdi. Shu ma'ni menda 4-5 xil qilishga to'g'ri keldi masalan. Bu shuni qismoq deymiz. Men shu vaqtning o'zida men shu ishlatgan narsa, mana shu qismoq. Buni so'ralgan savol bo'lgandan keyin men bunda qilishimdagi sabab, men shu yil 10-oyda men Nozugum Tangnuri maktabdagi bolalar, mana shu milliy urf odatlarimizni, kulturimizni, yashatimiz, bolalarimizni o'rgatamiz deb yaxshi bir faoliyat uyushtirdi. Xo'sh. Necha kun burun menga telefon qilib, shu Uyg'ur uyullarini bir qancha deb bergan bo'lsa deb men telefon qilib deb berdim. Onun boshqa uyullarni. Kashda birisi telefon qilibdi. Ne desam? Sizlar chamba o'ynash deblar, chamba degan nima? Qandoq o'ynaydi, uni qandoq yasaymiz dedi. Turib ketdim. Çünkü demallık deydiğen gap tapamadım hem de. Çember degen nime degendeki men gap tapamayman deki çember men ama şu çember degen men yumulaq narsa çember dedi. O ne bizler mi oynagan konu? Bu hem şu 10 şehrining birida 21-asrda bulunyapti ma gap. Şu 30-40 yilning ichidagi odamda shuna o'zgarib ketdi. Bu 7 yoshlik bir bola qandaq bo'lib tunji qatim bu Xitoyga qarshi tunji qatimliq jang so'raldi. Bu so'ralmaydigan shunga ya kitobni o'qiydigan bunda savol bo'lgandiki men kallam o'ynab ketib men mush binasini yasab keldim. Bu yerda buni ko'z tutish to'g'ri keldi. Siz savol so'ragandan keyin bunda tayinliq bir ko'z tayli. Mana shunday to'lg'aymiz, mana buni aytdi qismoq. Mana o'sha qismoq mana. Yo'q, anda savol so'raysa, mana bu yerda to'lg'ab bo'lgandan keyin Ma'ning bunda jipi var 5 metr. Menda jip. Bu tuzuk yağışmı tapamadım. İstanbul'un koçaları şahsını sundurup. Menda ep kilimiz, menda bekitimiz buna hem de. Oturup gelmeptim. Mana mishaga hozir bekrak tishlatdi, pirt deb ketmasin deb. Menda tishildimiz endi. Mana to'lg'ab marazangida. Qattiq ching'ildi. Ha. Shu endi mana jipni yiroqdan tutib.
Bu 4-5 metr keladi. Uçaqdagi yo'llarning 8 metr yo'lmi degan az, qarma yo'l degan yo'qdi o zamonlarda. Men bu yerga sinaq qilish uchun meni akeldim. Ana bu yerga men to'pa akelay, to'pa. Yoki bir xalta un akelay desam, mayada sizga men ish terib berdi ekanman-da. Shunga men bu yerga qo'noq akeldim. Faqat ko'rinish uchun qilish uchun men qo'noq. Buni supib chiqib ba'sak deymiz bunda qiliqi. Ayvallar yesa ish bo'lmasa. Xo'sh. Isrof bo'lib ketmaydi o deb. Shunda savol so'ragandan keyin sizlar Belki çember degan nimada daydigan darajada bo'lib ketgankin, bizning mana chet elda yashagan avvallarimiz bu nima deyapti, ma'u nima deydi deydigan gap. Bu 7 yoshlik bir odamni Xitoyga qarshi qanday qiladi bu deb. Men topam u yo'l bizning uy ko'nchi majlisda. Bunu topunu qilamiz vaqt. Hozir men topuni onda qo'ndiq to'kyapman-da. Hozir bu yerda topuni akasam bu yoki topuni onda bir uni ishlataylik desak, sizlar ma'u o'rinni yo'qotsam yo'lning yerim bo'lib qolarmikin deb ansirab, ma qo'naq chechirib kelsin, bu asan jiqil bo'ladi. Men sizlarga bunday qilib tushuntirishni o'ylab, axir men bu savol, bunday savol so'ramisiz deysam, asli men menda sunaylikdan bek. Xo'sh. Yaxshi ko'rmayman shu. So'ralgandan keyin bir tushunishlik bo'lsin bu ishlar. Mana hozircha mana shuni bir topa deb bilaylik. Mana jipni ma topi bilan ma ko'mib qo'yamiz mana. To'p yo'l bo'lgandan keyin menda topa. Xo'sh, xo'sh. Haqli ko'rmaydi-da. Shu mening tunji qatimliq jang degan shu mavzum shu kitobdagi 1975-yili 6-oyning boshlariga to'g'ri keldi. Men shu vaqtning o'zida 7 yoshga kirgan vaqtim. 7 yoshga kirgan vaqtim taxi maktabga bormagan. Yoki 6-oyning boshlarida bizning uy ko'nchi majlisda. İşimizden çıksak, aldığımız bulaknati çaraylık bir yerde. Ma şu on kol bucak direk ıslıkba yolunu nere tarafı. Islık dediğimiz Akönçem kooperatifinin adamları kumuş kalaydı bunda bir murus var. 20 metrede izlikte. O köygenden keyin uyağı kumuşunu bunda katlap keplaydı. Ağzı keplap tıkıdı. O tuman çıkıdı. Ondan kalına teresini bunda tutup adam kahlanğanda kahlap ıslaydı. O vaqtimizda taraqqiyot bo'lmagandan keyin oyoqning chamlarini, jingcham oyoq deydigan oyoqning chamlarini ashunda pishiqlab ishlaydi. Yo'lning bu tarafida qata 2 qurdan 6 dona Ko'ncham kooperativniki terchilaydigan quduq bor. Uning keyinda mana shaklda to'xtatgan qata bir 9 mi yoki 12 qurmi ashuna bir to'xtatgan yog'ochli bor. Unda qilish qo'li o'xshab ketadigan bir narsa bor. Nima deydi? Ashuna narsani ismini unutib qoldim. Tig'liq. Şu terini yiyip, quduqdan süzüp ağan terini yiyip, qırdı onu, tırpillerini qırdı. Adalaydı. Şimdi bezep işledi. Ay yolun buyda, qata yoğun tut qazan var. Şu oqağın bolsa, tünek keçilleri, bir qazanın açı 7-8 qata tizlap, çöçek eğitişip tünep çıqdık. Degen şu yoğun qazanlar. Şu töt köçünün doxmuşu. Şu doxmuştu. Ko'ncham kooperativ işleydiği yeri. Doxmuşda idaresi. Ma'u ma'luli matrab bulaqışı va kazalar. Bizning o'yishmiz shu Ko'ncham kooperativning yerini o'tgandan keyin de. Bir kuni chiqib men shu qarasam bir odam adab shu teri islayotdi. Elaqa isliqda. Men qarab turman, kichik bola bo'lgan. Qarab tursam qarshi tarafdan bir otobus kelayotdi. Otobusning ustida 2 askar Xitoy. Biz pigula araba deymiz u vaqtimizda. Tomchoqliq at so'raydigan arabanın pigula harbi deb, pigula harbida quruq, hech narsa yo'q. Soat shu 3dan keyin 2lar bo'lgan vaqt ekan. Hayron qoldim. Shu qadar hayron qoldimki, Xitoylarga, mayli 2 askar Xitoyga. Qanday bo'lib bu askar Xitoy bizning maliga keladi? Bu bizning ishning oldidan, bizning malining yo'lidan o'tadi deyman-da. Qetibli qoldim men. Men burun Xitoy ko'rib baxmaganman. Bu Xitoy deganda mening nazarimda, u Yanshada
bo'lishi lozim. Xitoyning harbiy buduylari yengishadi. Bizning o'yma ko'nishadi, mash burun kuchadi. Bu ikki tal Xitoyninki bu yerdan bizning ishni oldin o'tishim shu qadar ta'sir qilib ekanki, shu to'g'an bo'yicha soatlab qatib qoldim men. Bizning ma'ldagi nima ish keladi bu Xitoy? Aynadi. Oxir ashadadan qattiq o'ylandim. O'ylanib men bu Xitoylarni qo'rqitib, qochirib o'taman bizning ma'ligi kelmaydigan qilib o'taman. Deb shuni o'yladim-da. Xo'sh. Shuning bilan o'zimcha shu yerda işte plan tuzdim. Sarangi qapida saqlagan bimo'chan pulim bor, ashuni ko'tarib chiqdim. Namanda bir odam bor bizning vatanda. Nima bizning mahallada. U shunda qismoq, so'xma, zanjirlik tapancha ayda binasini yasab satadi bimo'chandan, tapanchali zanjirlik tapanchali 5 mo'chandan ashunaqda. Berib, shu qismoqni bimo'changa oldim. Xiyolimda shu yo'lning o'tirsa, biz ash ko'ncham kooperativ bilan shu issiqning o'tirisi bo'libmi? Yo'lning ham ya shundaqda, ammo asha bek ilaqa o'lik to'p bo'lib ketaylikda. Qatiqdek bo'lib ketgan yer. Shu araba chaqib mangsa shu yo'ldan 10-15 santda shu kirib to'pga kirib mangadi shu dog'abdek. Shu o'lik to'pa. Ashaga kumiman bir tatiman port qilib ilaqa ma portlaydi qismoq. Shuni at qo'qib ketdi. Xitoylarni cho'chib ketdi. Men shundan foydalanib bu Xitoylarni tosh etib, qo'qitib etib bizning mahalligini qochirib etaman deymanda. Shu aqlim shunchalik shu vaqt. Bizning mahalla kimmas qilyapmiz dedi. Tad o'zimni o'ngishdim. Men qismoqni ag'atdim. Bu jarayonda 3-4 kun ketdi o'g'ay. Beshimga salla deymiz, so'gatninki chiviqlarini. Yo'ygab o'zimki askar qilib So'gatning shoxlarini jundirib, avtomat qilib bo'ynlarimga esib qismog'imda ko'tarib bir kun shu. Kunni qardim rost. Kunni qarsam, o'ylab, atisidan boshlab qarsam, atisidan kundikilamda Xitoy bugunlam o'tib qoldimi deymanda. Atisim shu vaqtda qarsam, bidam saqlasam, yeni kelyapti Xitoy. Xitoy shu yo'lda o'ylayman, o'g'iniz qarsam, yana shu Xitoy yeni kelyapti. Kunda bizning ishni oldin o'tdi ekan. Soat 2larga to'g'ri kelib uchoq soat yo'q-ku, peshimdan yongandan keyin. Anadan keyin bu xiyolni qildim-da. Shuni bilan shu issiqning o'tarapiga bizning o'ydan bir 15 metr keladi. Shu yo'g'on chambilni qo'shmishdak chambilni qita 1 metrdagi egizlik, uzunlikda 1,5 metrdagi egizlikda uzamchalik istikam yasidim-da o'yaga. Xo'sh. Andan yo'lning o'rtasida tazama qismoqni ko'mdim. Jipega bunday qilib ko'mdim. Dangalning tushishlarni jipning uchiga keldi. Mening bilan oralig'i 5 metr keladi buni. Jipning 5 metr daydi. Bizlarga bunda tash etib o'ynaydik, buloqning suvlari qalqib, yapilaq tash. Sakrab uchadigan tash. Bakbala atqildigan tashni tanlab 8-10 tal tash dövüldüm-da. Xitoyni tash etib qo'qitib bizning ma'lum qo'g'lab atadigan kishi men. Tayyorlikni tutkizib toza. Saqlab tursam, uzan qolmayli keldi ishga Xitoy. Yo'ldan kebatdi. Mana bir 10-20 metr qolganda meni ko'rishdi Xitoy. Beshimda salla so'gatdan chiviqlari saqlagan. Oldim demada tizib qo'ygan istikam. Endi to'g'a vaqtimni ko'rdi. Qarabna kulishdi. Endi saq turmanda. Xitoyimiz qismoqqa 20 metr, 1 metr qolib qolgan vaqtingizda. Partildi. Hozir men qo'noq partilmidi demiyadi. To'pa bo'lgan bo'lsa, uylik to'pa. Partildi mesela. Tuman bilan chiqibdi. Atning tumishqig'i mushu 20 metrda qolib qolgan vaqtda portlabdi. Bo'ldi bir qizil qiyomat. Men unda bo'lishini o'ylab boqmadim men. At degan ip qochib deganda. Bir bachaq, bir quduq, o'tir quduq tushdi. At yana yotdi. Yeni bir at sökülüp chiqib, yeni bir quduq qo'nkaplashib qolibdi. Alaqa bak teyliqaq bo'lgan ekan, nima deymiz? Teyliqaqdan o'ta biz bunday g'iltang degan bir so'z bor-ku. Bak teyilib ketadigan. Alaqa terini jun chilab, suzib ililib bergandan keyin shilimshiq bir narsa bilan g'iltang bo'lib ketgan narsa. Shunga teyilib ketmaslik uchun quduqning og'ziga ma shaklda yog'och bekitilik. Bo'lmasa u at quduq chiqib ketar ekan. Endi sangolab qolibdi. O bir Xitoy atning osti tarafida yotdi. Mana faqat asl yuzida emas u Xitoy. Ya qo'panmaydi, yotganligini bilmaydi Xitoy. O'shini ketib yig'naydi, yana yana shu. Yana birisi men tarafdagisi arabaning beshigida o'tirgan. Qonqib tikmo'liq aytib yo'lning o'tirsa bu
Güdül düştü. Menin qismigimden bek partlap ketdi da. Men bundaq bir dehşetning bulduğanlığını fakat oylamadım da. Bu kadar dehşetlik bir işning. Buldu kızıl kıyamet, acayip bir iş. Aşını bilen men okup ketdim, hem çöçüp ketdim. Aş joyimda ketip qalalıqda. Öyle Xitoy bir çat. O tugapdi o velaka jan yo'q anada midraydi. Ma yo'lni o'tirsa bu güdüç bilaka partlap ketgeni. O meni layna bo'lgan adamdan qopib men qarab yuguraydi. Meni tutib olsa yeydi qanimni ichidi. Ama bir qadam oldiga mangdi. İki qadam keyinin yanında mesut qolgandek menda öpkidek titraydi da. Pok güdü o'tirib qoldi. Bir de oldiga meni bulanmaydi, tutqudi joy yo'q. Şu arlıqda şu o yerda aş könçemning ishlab atgan 30-40 ishchilar bor. Shu quduqdan teri suzib atgan, teri axlab atgan, miyad isliq teri qurtib atgan, islab atgan o qazallarda sho'qishib, shu bilan billa terini pishirdi, qata yo'g'on qazallarda. Qala terisini. Ay bir adam kaplam meni qo'ltiqqa qistirib aytdi, buloq ishini o'tib so'gatlik bir o'rmon bor. Aşağıda bir çağda apam geldi. Qağanı kitabını oxusa olmay. Şuna geldi. Şuna bilan bu yerda şu tunji qatımlıq jang rasmiy Xitoyning o'lchamdagi ishki askari bilan shu shaklda bo'ldi. Bu yerda. Bu keyin bu Xitoylarni yo'lab qo'yib qo'zib turadi. Shu uydan chiqqan bola o deb turib elib, "Voy bu uyda o'g'il bola yo'q, biz tunimaymiz, xalqning bolasi ekan" deb. Shuna bilan meni apam shu birdamdan keyin apam keldi. Men bolam cho'ng apamnikiga chiqamiz deb, shu shahardan 4-5 kilometr keldi. Shaharga tutash Qo'ymaroq deb yezi bor. Anajama tuqqanlarimiz yashadi. Xo'sh, xo'sh. Shu tuqqanlarning ichkatda bir ishga atrofida yezdi qolib qoldim. Bir ishga aydan keyin uyga keldim. Kelib bir 5-6 bir haftadan keyin andim maktabga bordim. Birinchi sinfga. Xo'sh, xo'sh. Meniki maktab hayotim andim boshladi. Taxi 7 yoshga kirgan maktabga bormagan vaqtida Xitoy bilan tunji qatimliq shu jang, shunda bo'lgan jang. Buni desam, jiq adamga yo ishondirib bo'lmayman, yo tushundirib bo'lmayman mabinasini. Chamba degan nima deganga qaraganda bu binasini tushundirib bo'lmaydi. Masalan, abiyam hozir bu bek chugilmabdi, ochilgan bo'lsa bu qo'noqlar nima ishagamiz chechivyotdi. Menga taqishib qolibdi bu. Bu bunday chugilaydi. Mana masalan ne şöyleydi bu. Menda çöreyle beğendikken bu qismoq degan narsa, şu bir mo'ljallik, shu narsa bilan bo'lgan urush bu. O Xitoylarni yo'lab, u bosh ko'zlarini suv chiqib, atrofda suv azada, buloqdan suv elib, yuvib, kiyimlarini qaqab, voy xafa bo'lmasan, o kichik bola bilan tang bo'lamsa, u nima ish qilganligini qanday biladi? Deb o atlarni ko'ncham quduqdan tortib chiqib 30-40 odamimiz ishlaydigan. O yoshlar ko'p endi uning orasida bo'libmi. Bir qanday qilib yo'lga sap qo'yib ketgan bu Xitoylarni. Jiq gap bo'pti hamda shu men Qo'ymaroqdan kelgancha shu gaplar beslagandan keyin gapni qolgan gaplarni bak uqmayman. Bo'lib ketdi. Haqiqatan yana shu kichik vaqtlarda bularni o'ylab, shunda bir plan bilan bu rasmiy bir hamda ajoyib bir harakat shu hamda. Demak, shu zamandan tortib bo'lg'ashqa keyin Turkiyaga chiqqandan keyin butun xalqimiz bildiğamdi bu Xitoyning konsulxonalariga o'yab bergan. Necha qatim bir qatim o'zlariga o't qo'yish nima bo'ldi. Va konsulxonaga bo'lsin, nurg'un ishni qo'llaridan kelgancha yolg'iz bo'lsinmi, ya'ni bir ishlarni qilib bularga amaliy bir harakat qilish nuqtasidan ishlarni qo'llaridan kelgancha qilaman deb